Qo'limda bunaqa robot bo'lmagan kitobi. Bu kitob robototexnika haqidagi qiziqarli sarguzashtlardan iborat. Unga ko'ra, ajoyib ishlar jamoasi Turkiyada bo'lib o'tgan robototexnika musobaqasida birinchilikni qo'lga kiritishadi va xalqaro musobaqaga qatnashish uchun Yaponiyaga jo'nab ketishadi. Qizig'i shundaki, bolalar itni sayr qildiradigan robot yasagan bo'lishadi va albatta bu robotni amaliyotda sinab ko'rish uchun ularga haqiqiy kuchukcha kerak bo'ladi. Afsuski, ularning navbati kelishiga bir necha daqiqa qolganda ularga yordam berish kerak bo'lgan kuchukvoyning oyog'i aylanadigan eshikda qisilib qoladi va kuchuk jarohatlanadi. Shu paytda bolalar hech nimani o'ylab o'tirmasdan musobaqaga qatnashishdan bosh tortishadi, kuchukni tezgina veterinarga yetkazib borish harakatiga tushib qolishadi. Ya'ni bu yerda bir hayvonning hayoti, sog'ligi har qanday musobaqalardan, sovrinlardan, mukofotlardan, pul mukofotlaridan muhimligini ular o'z harakatlari bilan ko'rsatib berishadi.